orqa ichak to'rayish haqida eshitganmisiz? Ba'zan bemorlarda orqa ichak to'rayib qolishi ham mumkin. Ichak yog'lanish kasalliklaridan, travmalardan, ayniqsa operatsiyalardan keyin, masalan, gemoroy, tirishni operatsiyadan keyin orqa ichak tor bo'lib qoladi. Normaga nisbatan orqa to'g'ri ichak bitta barmoq svobodniy kirishi kerak. Agar majburlasak, masalan, qaysi tekshiruvlarda yoki operatsiyalar vaqtida ikkita barmoq o'tishi bu normal holat. Shu darajada to'rayish bo'ladiki, ayniqsa operatsiyadan keyin kichkina barmoq kirmaydigan darajada tor bo'lib qoladi. Bemorda nima bo'ladi? Bemor har hojatga borganda qiyinchilik bilan hojat qiladi. Chunki axlat qattiq kelib qolgan paytda bu tor joydan axlat chiqarish o'zi bir qiyinchilik, og'riq, mashaqqat, kamida yana qonash kuzatiladi. Nima uchun torayadi? Fibroz to'qima o'sib ketganligi uchun, chandiq to'qima o'sib ketganligi uchun. Kasallikning yechimi bormi? Bor kasallikning yechimi. Agar to'rayish 2-3 oygacha bo'ladi, ya'ni yangi to'rayish bo'ladigan bo'lsa, uni dori, kremlar, svitchalar bilan harakat qilib davolash imkoniyati bor. Agar